Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz, süyümlük, muhterem Şarkı Türkistanlık karındaşlarım. Uzun boldu, yüz görüşemedik. Bazı talepler oldu, xet yazganlar oldu. Gıdıklap bakkallar oldu. İşkılıp bu kararlılık bir söhbet kılış adetga aylanıp kalganlıktan xuddi bir nöbet suyumuz to'xtab qolgandek kommunadagi atrofda bir xil his qilinish bo'lgandek qildi. Mening so'zlaydigan temalarim bek ko'pdi, xili ko'pdi, ammo ya shu so'zlaganning nim foydasi deydigan bir ruhiy holat ruhimni g'ajilab dermanimni quritib etdi. Şuna so'zlashga hapsilam bo'lmadi. Bunu zadi qanchalik odam tushunyapti, qanchalik odamga manfaati bo'layapti. Albatta tushunsa manfaati bo'ladi, tushunmasa manfaati yo'q. Shu kino ko'rganda ko'rib qo'ydigan ish. Ama bu kinodagidek huzur bermaydi, foydasi yo'q. Kinochilikning foydasi yo'q tushunmagan odamga. Şuna ko'ngil g'ash, ya'ni ajr qilsangiz, u ajringiz qimmatga erisha olsa, andın davomliq uni qilgingiz keladigan ish. Deyilishi mumkin, biz qadrlayapmiz deb, nurg'un qarindoshlarimiz haqiqatan qadrlayapti-da. Ammo bu tushunishga teng bo'lmaydi. Qadrlash tushunish deganlik emas. Mening yuragimni yeyayotgani mana bu tushunish masalasi. Shu sababdan uzun tashlanib ketdi. Bugün tasodifiy bir ish yodimga yetib qoldi. Axinim qapbeldin degandekla bir tema bilan o'tirib chiqib qelayotaman. Ko'rib turganinglardek tema ismlar, simvollarning inson ruhiga bo'lgan ta'siri to'g'risida. Endi bunda tulumdan to'qmoq chiqqandek bir tema bilan chiqib kelishim o'tirliqni qizitayotgan mavzularga aloqasizroq bo'lishi sizlarga bir ruhiy aram baxsh etamdikin degan niyatda. Ya'ni o'xshash narsa ko'raverish, o'xshash ish bilan shug'ullanaverish odamni charchatadi. Agar siz matematika hisoblarini ishlab kallangiz charchab ketsa, roman o'qisangiz bu bir dam olish bo'ladi. Yoki siyosiy bir yeziqchilik bilan charchasangiz, matematikada masala ishlasangiz, bu bir xil dam olish bo'ladi. Shunga o'xshash bir xil dam olish bo'lsin qarindoshlarga deb mana shunday tansuqroq bir tema bilan o'tirib chiqib kelyapman. Esimda qolishicha, o'tganda ismlar haqida qisman to'xtalgandik. Bir ism ostidagi xalqlarning tadrijiy holda xuddi bir o'giz ostidagi kishilar o'zlarini bir oila, qarindosh deb bilgandek, tadrijiy holda bir xil o'zlik eni shakllanadiganligi. Yotlar oldida bu o'zlikning texmi qimmat qozonib yoki texmi parlab gavdalanadiganligi haqida jipuchi bergan edik. Ve bu qarashimizga ko'rsatilgan misol ismlardan biri millat ismi bo'lgan Uyg'ur
ve devlet ismi olan Şarkı Türkistan edi. Bugünkü söhbetimizde isimler bilen xuddi şununga oxşaş muqaddesligi bolgan simvollarning inson engini qurib chiqish uchun qanchalik muhim rol o'ynaydiganligi haqida bir oz kengroq to'xtalamiz. Cemiyatshunoslikda inson bolalarining ong qurilmasi qanday shakllanadiganligi haqida ko'rsatilgan omillar ichida ismlar, simvollar, belgilar, shuarlar qatarlıqlarning tilga ilinishi diqqatga sazoverdir. Nima uchun diqqatga sazover bular? İnson balası ongsiz tug'iladi. Hayvoniy jism yoki ibtidoiy ong. Yoshurun ong saviyasida tug'iladi. Ong tadrijiy shakllanadi. Ong shakllanish bosqichidagi kichik bolalar nimalarni ko'rib cho'ng bo'ladi? Nimalarni anglab cho'ng bo'ladi? Bularni xuddi beriladigan ongliq maqsadlik tarbiyaga o'xshashlar muhim. Hatta bular ixtiyorlik prinsipiga to'yingan, xolis bir tanlash sifatidagi o'tirdi ko'riladigan hamda hech kim tarafidan talqin qilinmaydigan alohidaligi bilan inson bolasiga texmi cho'nqur ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu deganlik, siz bolangizga Uyg'urlikni tanisiz. Bo'libmi chet eldagi qarindoshlar bolalarimizning milliylikdan chetnab ketishi, yatlashib ketishidan o kadar ensireymiz ki bu Uyg'urlikni ularga tanıymiz. Bu ularning erkin tanlashi emas. Lekin uyimizda bir bayroqning bo'lishi, bir davlat gerbining bo'lishi yoki Uyg'urcha yozilgan aqliya so'zlarning tomda esilib turishi. Qatarliqlarcha bolalar uni ixtiyorsiz ko'zi tushadi unga. İxtiyarsız göz düşüdü. Teşidin tenilmaydı. Şunlaşqa bunun təsiri bizning teşidin tenib mecburlab degidek beradigan tarbiyamizga qaragandimi cho'nqur unumga ega bo'ladi. Deganlik. Yani boshqa turli tarbiyalar, ota-onasi yoki maktab, jamiyat usti qurilmasi tarafidan maqsadli kelib beriladigan bir ma'noda bolaga tengiladigan turdagi ong şekillendiriş jarayoni desek, isimlar, simvollar, şuarlar qatarlıq maxsus balaga qaratib aytilmagan, jamiyatda tabiiy mavjud, muhitdan har zaman, har yerda qabul qilinadigan turda bo'lg'achqa. Bola uchun ixtiyorlik keng, bola zo'rlanayotgan isti bo'lmasdan, ixtiyorsiz ravishda qabul qilinadigan, hatto engi bilan bo'lmagandimi yoshurun engiga singib ketadigan bir xil tarbiya verish, yetaklash, yo'llantirish roli o'ynaydiganligi jihatdan g'oyat zo'r qudratga ega. Men bu haqda bir jupuchi bergandim. Turkiyada keyingi zamonda Uyg'ur nufusining ko'plishi bilan Uyg'ur dukkanlari nayt ko'p ochildi va bu dukkanlarning viviskasida ko'ringan ayneklarga yozib qo'yilgan Uyg'urcha xatlar, Uyg'urcha e'lonlar, Uyg'urcha viviskalarning mo'lcharligisiz bir roli bor. Mushuni ko'rib cho'ng bo'lgan bolalarda Uyg'urlikning shakllanishi teshidan tengilgan tarbiyaga qaraganda texmi unumlik. Bu haqda deb o'tgandim ilgari. Kundalik turmushimiz bilan birlashtirib o'ylab ko'radigan bo'lsak, bola doimo o'gizlarda, maktabda 5 yulduzlik qizil bayroqni ko'ribli tursa, bayroqqa qarata bir xil o'zlik shakllanishga boshlaydi. Yani bu bayroq yot tuyulmaydigan tunush bir narsa bo'lishdan boshlab tadrijiy taraqqiy qilib ta'sirat cho'nqurlashib boradi. Xuddi shuningdek davlat kulturi tarafidan suniladigan simvollardan davlat girbimi doimli ko'zga chalqib turish tufayli o'xshash unum yaratadi. Yana davlat kulturi bir davlat kitobi puxra tuyg'usi yaratish uchun g'arazlik holda ijtimoiy kelimatimizga qo'yib beradigan shaylardan biri davlat girbi bo'lsa, yana biri davlat geminidir.
Mana shunday qilib, aslida g'arazlik yetaklanayotganligining farqiga yetmasdilla ko'zlangan chig'irg'i boshlab ketiladi. Xitoylar keyingi chog'larda yo'l qo'ygan har kun atiganda bayroq chiqarish murosimi, men junguliq, vatanim jungu deb vaqirtishlar beshi ishib qolganlikdan emas, buning psixik rolini bilganlikdan elib berilayotgan g'arazlik maqsadli harakatlardir. Shundaq ahvollarga shohid bo'lgan qarindoshlar oz bo'lmasa kerak. Chet ellarda biror Xitoy uchrasa ixtiyorsiz yo'sinda uning bilan gaplashib boqqisi keladigan. Qarshi taraf hech xohlamayvatsimi uni lovshan deb yog'lamachilik qiladigan hollar. Meningcha jiqlaringlar ko'rdinglar bunday ishlarni. Hatto men bir qatim hajga borgan bir kadr Uyg'urning o'z og'zi bilan degan gaplarini anglagandim. Öz ağzı bilan. Onun deyişçe chet el safarida biror oycha yurgan ekan. Hojilardan biri pasportini yuttirib qo'yibdimi, aytabir Xitoy konsulxonasiga berishga tegishli bir ish bo'libdi. Bu kadr tarjimonlik qilib berishga taklif qilinib konsulxonaga beribdi. Shu chaqda kadr o'zini xuddi o'z uyiga kelib qolgandek his qildi. Ve muşu birer ayça Xitoy ko'rmagan, Xitoycha gap qilishga to'g'ri kelmagan orliqda Xitoylarni xo'p seg'inganligini, Xitoycha gaplashish xumorimi xeli qistig'anligini his qilib, o'zim hayron qolibdi. Hojatmanning ish tugagandan keyinmi bu o'z uyidek bilingan Xitoy konsulxonasidan chiqqisi kelmay, xodimlar bilan paranglashib, xeyli uzoq o'ltirib ketibdi. Mana bularni oshkodir o'z og'zi bilan so'zlab bergan. Bundan boshqa mening atrofimdagilardanmi ba'zilarning Xitoyni ko'rganda o'zining Xitoycha biladiganligini namoyon qilg'isi kelib turolmay qilib, suvashqanlariga guvoh bo'lgan edim. Hatta lavshan, menmi junguden deganlarga shohid bo'lgan edim. Bulardan ba'zilar hatto normalda millatchi qiyofatidagi ba'zi faoliyatlarga qatnashib yuradigan bo'lib, mening taaddilarimga javoban hatto qizarmasdan shundoq demasak bu Xitoy tutmaydi deganlarim bo'lgan. Burunqi kitoblardan tilga olgan bu ahvollardan ba'zilarini hech qanday ehtiyoji bo'lmasimi, zaruriyati bo'lmasimi, bir xil o'zimi tushunmaydigan o'zlik tuyg'usining turtkisida mana shunday g'alati ishlar yuz berdiganligidagi asl sabab ana shu o'rtaq bir ism ostida yashagan kechmishning ta'siridir. Bundan boshqa sobiq Sovet ittifoqidan iborat bir birlik ism ostida yashab boqqan o'xshamagan millatlarning G'arb dunyosida uchqashganlarida birdilla yaqinlik his qilishib, rus tilini o'rtaq til qilib gaplashib ketadiganligini ham shuningdan keyin doim izlashib turadiganligini ko'rganlarmi oz bo'lmasa kerak. Shaxsan mening bunday kechmishim ko'p bo'lgan va hala bo'layotganligini deyishim mumkin. Bulardan bir xatarning oyoq tevishini anglagandek bo'lamiz. Shundaqla xuddi shuningdan kelgusi avlodlarimizni tarbiyalashda ularga qandaq bir muhit, oila muhiti, kollektiv muhit, ijtimoiy klimat yaratib berish orqali ularni siyosiy davomizning varislariga aylantirib bo'lganligining ufqini ko'ra olamiz. Agar yuqorida deganlarimdan bir narsa tushungan va buning ta'siri haqidagi deganlarimga ishongan bo'lsangiz, u holda biz uchun Sharq Turkiston degan o'rtaq ismning nimadan derak beradiganligini, bu ismni ikkilashtirib, kallani motor ko'shan qilishning kimning foydasiga, kimning ziyniga bo'lganligini anqagan bo'lishingiz mumkin. Şuğunisi Uyg'ur bo'lganligingiz uchun deydigan qarshi gapingiz bo'lmasimi, yanala o'z qarashingizda mahkam turadiganligingizmi aniq. Sharq Turkiston degan davlat ismi xuddi shu Jungu degan ismning bizninkilarda paydo qilgan o'zlik tuyg'usiga o'xshash o'zlik yaratadiganligi. Hatto buning hech qanday ko'ngilga shak tushiradigan nafratlik taraflari bo'lmag'achqa, bunisi texmi tizrak birlikka xemetruch bo'ladiganligi aniqdir. Uyg'ur nomining ko'nirishi bilan bu ismni yurtlar ara dazlarning yo'qolib,
Hazır yurtlar ara dezle mevcut. Bu ilgirki qabilevazlıkның hazırkı zaman varianti. Çünkü Uygur namı yeniden qayta beşimizge konğanlığı için. Bu isimnin konuruşu bilen bu isimmo yurtlar ara dezlerinin yokulup umumi özlük eni tuğdurduğanlıqını ayrım dep olturuşumuzga kerek kalmadı dep oylayman. Burunqi videolardan biride terbiyenin kulaqdan beriladigan şekli qaraganda ko'ziga ko'rsatilganning texmi unumlik bo'ladiganligi. Hatto agar qo'li bilan tutib beqishga imkon bo'lsa, uning texmi bek o'zlashadiganligi haqida to'xtalgan edi. Masalan, yuqorida deyilgan misaldagidek, bola o'gizlarda 5 yulduzlik qizil bayroqni ko'raversa, keyin sinfda qarshi tomda buni ko'rsa, bunun terbiyevi unumchanligi quloqdan qo'yilgan qaraganda texmi cho'nqir bo'ladi. Hem de bunun aksini tasavvur qilsak bo'ladi. Bola oilada har doim ay yulduzliq ko'p bayroqni ko'rib turganda bo'ladi. Agar Uyg'ur tili kurslarida bolalarga qog'ozdan bayroq yasash o'yini uyushtirsa, rangli qog'ozlardan bayroq yasab chiqishga o'rinlashtirilsa va yasalgan bayroqlar selishtirilib baholansa yoki rangli bo'yoqlardan bayrak yasanlar, bizden Şarkı Türkistan bayrağını yasanladı. Ve bu seliştirip bahalansa, bunun tesiri köz göğendin mi çoğunkur olur? Çünkü o kolu bilen kıpbaq diyor. Yani şu burunqi videolardan biride bir milli anını kurup çıkış, yoki bir millet buluşunun bir neçe kız ana tilde sözleyelişi bilen de bulmaydiganligini. Bir milletning millet buluş kurulması bekmi murakkab amillardan meydanga keldiganligini, bunun da hatta milletlerning özüge xos tam sezgisi şekillendiganligini, müzik sezgisi farqliq bo'ldiganligi, hatta purak sezgisi budimi millilik mavjudligini deb o'tgan edim. Ondaqken balalarga mana mushundaq milliy muhit yaratib berish orqali bir millat bo'lib tura olamiz. O halda ailede televizorda Uygurca programmalar qo'yilib turilishi, ularning muzika dunyosini qurib chiqishimiz, ya'ni milliychi muzika dunyosiga qilishimizni nishon qiladi. Demak, bu nuqtada milliy marshlarning roli mo'lcharligsizdir. Her milletning tarixida qaynam tashqilliq inqilob zamanlarida jamiyat jiddiy o'zgarishlarga homildor bo'lgan zamanlarda nurg'un jangovar ruhni urg'utadigan marshlar maydonga kelgan bo'lib, bu marshlarning rolini biz tek tunib yetkinimiz yo'q. Bu haqda men ba'zi filmlardagi ahvollarni misol qilgandim. Shundaqla Germaniya filosofi mavjudiyat falsafasining buvisi Friedrich Nietzsche Germaniyani faqat muzika qutqizib olaydi deganligini misol qilgandim. Agar bir muzikada g'amkinlik paturdigan, sho'xlashtirib yutadigan, yig'latib yutadigan xususiyatni bayqagan bo'lsangiz, demak muzikaning inson ruhiga xohlagan shaklda ta'sir ko'rsatadiganligini chetga qoqolmaysiz degan gap. U holda bizning davlat giminimizning roli qanday bo'ladi? Buningga yana ortiq izohat ketimiz kerak. Bir simvolning odam engiga ko'rsatadigan ta'siri haqidagi izlanishlar bugungi tovar e'lonlari odatini maydonga keltirgan tub sababdir. Bu e'lonlarda kishining yoshirin engiga xitob qiladigan, insonni yo'llantiradigan simvollar mavjud. Bundan başka her daim sırlık ve korkunçluk hikayeleri oturdu kizdiğen ezoterik teşkilatlarının simvollar arkalık işleydiğanlığı hemmege ma'lum. Bundan başka nakşılağı yoşurulgan frekanslar, subliminal mesajlar hakkında mı anlap durunuz. Bu mu insanların enini xalıgan şekilde keltiriş yoldaki izlenişlerinin mevzusudur. Balalarını xalıgan şekilde keltiriş yolu diyene kartonlarının rolü hakkında mı köp hikayeler var. Kartonlarda aqı manzirga xuddi hikoyaga aloqasi yo'qdek qilib joylashtirilgan simvollardagi subliminal mesajlar. Masalan, karton chaqma filmlaridan Simpsonlarni ko'rib baksangiz bo'ladi. Yuqorqi bayonlarda nima demoqchi bo'lganligimizni anqiralagan qarindoshlar hamda o'z muhitimizni, siyosiy, ijtimoiy klimatimizni ko'z oldiga keltirib o'ylab beqishga tegishli ba'zi muhim nuqtalarni deb o'taman. Bizning milliy xosligimizning simvollari, siyosiy mazmunli simvollarimiz bor. Bular davlat bayrog'imiz, davlat gerbimiz, davlat gemenimiz, davlat ismi
millet ismi qatarlıqlar. Şundaqla Şarkı Türkistan'ın xaritasi. Siyasi xaritasi ve yer şekli xaritasi. Endi öz muhitimizni nazarga algan holda yuqorida zikr qilingan ta'sir va rollarni o'zimizga tatbiqlaydigan bo'lsak, bir qalaymiqanchilikni bayqaymiz. Davlat girbining o'xshamagan variantlari o'tirg'i chiqarildi. Bu tasodifiylikmi? Qasddanlikmi? Agar tasodifiylik desak, bunun ne kadar zil masala ekanligini bilmaganlikdan o'z kayfiga ko'ra sizib chiqish desak, u holda bunun ahamiyati, foydasi, ziyni so'zlangandan keyin darhol birlikka kelish kerak bo'ladi. Nihoyat afsuski bundaq bo'lmadi. Demak, bu qasddanlikdir. Boshqa talashadiganlarimiz ozdek, yana bir tafriqi urug'i maydonda hozirdir. Nimaga asoslanamiz? Albatta davlat girbi 33-yildagi Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining tavarruki bo'lib, uningdan kelyapti. Lekin o chaqlardagi saviya, rassomlik jihatdagi mahorat va boshqa omillar tufaylidandir balki 3 xil variant ko'riladi. Hilal ichida bismillah bo'lgan bir tur, hilal ichida 3 yulduz bo'lgan bir tur, shundaqla avvalgi turningmi 2 farqli shakli bo'lib, marjonlarni tutashtirgan jipning chigilgan yerda 2 kilmeklik va 3 kilmeklik 2 tur. Ben Türkiye'ye çıkkanda Türkiye'de asasen birlik kelgan bir türü mevcut ekan. Birlik keleglik ekan. Uyg'urlar chet elda, Uyg'urlar oz vaqtida birlik keleglik ekan bu. Ya'ni jiplar 2 kilmeklik qilib chigilgan nusqa. Bu allaqachon muqimlashgan nusqaga asasen tor dunyosi tarqalgan tunji davlat girbini men yasab to'g'ri qo'yib aytgandim. Keyin bu nusqani cho'ngaytib basganda tarilib ketadi ekan deb qarab, qaytadan cho'ng 1,5 metr cho'nglikda tekrar yasadim. Haqiqiy jip shiltib yasalgan bo'lib, cho'ngaytganda jipning ishilgan talalarini farq qilib bo'ladi. Hozir Sharq Turkiston surgun hukumati shiltayotgan nusqa mana shu. Ma'arif jamiyati farqli bir girib ishlab chiqqan bo'lib, buningdagi marjonlarning orasida jip yo'q. Bu Uyg'urlar mana shundaq bir-biriga yuqmaydi deganning semi bo'ldimi? Bilib bo'lmaydi. Hatto ular bir qatim bir iznak esitib taqatdi. Davlat girbining izniki deyildi, ammo girib chembiri sirtiga ma'arif jamiyatining ismi aylantirib yozilgan bo'lib, bu bir xil xiyonat, burmalash ekanligining farqiga yetgan odam bo'lmadi. Davlat girbining ko'ringan yuzi tarafga bir chikit qo'shishga hech kimning haqqi yo'q. Bundaq bir siyosiy sezgurlik bo'lmag'achqa, birlari qasddan xursandlik qilib, diqqatsiz bo'lib olib mana shunday qildi. Şuğunası baş bolğuçulardaki siyasi sapa yoki niyet tüpeyli bu xata bugünküçümü itiraf qılınğını yo'q. İtiraf qılınmagan ekan, tüzütüşdün söz qilib olmaydi albatta. Yani şu ma'rif jamiyati dastlabki yillarda bayroq simvolida bir ochqishliq yasitib taqatgan bo'lib, bayroqdagi hilal ay hijr tavaqqa o'xshash og'zini keng ochib turadigan qilib qo'yilgan. Eğer bizde siyasi sezgürlük oladigan bo'lsa, bularni tegini surishtirishga tegishlik bir ish. Kim qildi buni? Eng başta bunun fikir atısı kim? Surishtirishga tegishlik ish. Cho'qim bir munofiq ol. Buningmi tasodifiy bo'lganligiga men ishonmayman. Kimdir biri diqqatsizligimiz, mas'uliyatsizligimiz, sarimasligimizdan foydalanib, kelgusi uchun tafriqi urug'i chechib tayyor qilib qo'yayotganligi aniq. Yana boshqa turlarim bor. Jiplarni 3 kilmek qilib yasalganlari va bunisi eng keyin yasaldi va Sobit Damollaning saddoshlar bilan tushgan rasmning orqasidagi davlat girbini dalil qilib ko'rsatdi. Lekin buningga o'xshamaydigan shu zamondan kelgan boshqa turdagilarni nima deymiz? Biz bu rasmni va uningdagi girbning 3 kilmek chigilganini ko'rmay qolganimiz yo'q. Faqat chet ellarda, xususan Turkiyada 96 yılından çıkan zamanlarda, hatta bu 2000 yıllarının başlarıqça fakat bir lamxil, yani Şarkı Türkistan vakfi deyilgen orunun iş qog'ozlarida
ve shuningdek boshqa tashkilotlarning ish qog'ozlarida bir xil shakli ishlatilib kelayotgan. Ya'ni birlik kelingan. Umumlashgan shakli ana shu ikki kelmak chigilgan bo'lganligi uchun tabriqi bo'lmasin deb mushuni asos qilishni tanlagandim men tunji gripni yasaganda. Tor dunyosidagi tunji gripni. Buni nurg'un tashkilotlar o'zining simvollarida ishlatdi. Hatto Uyg'ur qurultiyi nashr qilgan ba'zi kitoblardimi ashuni ishlatdi. Yana qurultaychilarningmi farqli bir turi bor. O'zining resmi ish qog'ozi yoki tashkilot logosida. Yana boshqalarimi bor. Jipni xohlagan shaklda bir nima qilib qo'yganlar. Mana bularning hammasi aslida siyosiy sezgurligimizdagi kasallik darajasidagi saramaslikdan bo'lib, tuzatayli desak, tuzatish qo'limizdan keladi, o jip bilan mum ketmaydi, pul ketmaydi. Lekin mening ras gadankeşlik. Endi davlat geminiga kelsak, buningmi hozir ikki xil varianti mavjud. Ya'ni qurultayga moyil toplar tarafidan texim o'sha yaqinqi kunlarda bir varianti yaratildi. Ya'ni buni nihoyatda chiroyli pardildiki, akkordlashtirdi. Akkordlashtirsa bu darajada o'xshamaydigan bir narsaga aylanib ketmaydigan bo'lg'iydi deyman. Muzikani tushundiganlar, o'zinglar bir nima denglar, buningga men muzika to'mbag'achqa kesib bir nima deyolmayman. Tamamen o'xshamaydigan bir ahang. Nima uchun akkordlashtirdi? Nima zaruriyatdan? Akkordni Mehmet bilmamdi. Mehmet royal bilan muzik ishlaydi. Royal bilan. Buni tarixiy roman Bayavandi Gulxandan ko'ra olasiz. Royal chaladigan odam akkordlashtira oladi. Ammo nima shunday qilmagan? Balkim bir muncha sabablari bordi. Ammo bizga yetib kelgan nusxasi tunji qitim chet elda ko'rilgan nusxasi qanday bo'lsa, shu pet qo'ysaqlar tabriqiga yo'l qolmaydi. Balki chet elda ko'rilgan shu tunji nusxa aslan Mehmet aytganiga o'xshamasligi mumkin. Lekin u chet elda birinchi qitim o'tirg'i chiqqan bo'lganlikdan boshqasini hech chiqamay shuninglam peshiga silsak bir nam bo'ladi. Birlikka kelgan bo'ladi. Shundaqmi? Tabriqiga yo'l qolmaydi. Ama bu mu birilerinin işi kelmaganchigi, buningdimi bir ochmoqni paydo qilishdi. Bugun aşı akkordlashtirilmagan nusxani aslisi emas degichilarmi albatta mavjud. Lekin mushu nusxa eng avval chet elda qaytib paydo bo'lgan nusxa bo'lganligi uchun mushu shuki debla shuningda ching tursak birlik hosil bo'laveradi. Lekin bizning niyatlarimizni Allah o'zi biladi. Yaxshi qilaman deb shunday qilib o'tamdik yoki buzg'unchilikmi maqsad? Mana shunday qilib qurultayni muomala qilgan to'plar va kishilar endi shu akkordlashtirilmish nusxada boshqalar aslisini ishlatadigan ikki xillik maydonga kelib, yana bir tafriq vasilasi tug'ildi. Hatto bayroqdan chatoq deb uringanlarmi yo'q emas. Ko'kran oqishroqdi, yeshilimsitdi deydiganlar. Ko'kran bo'yichimi sho'x ko'kti, och ko'kti, sus ko'kti deb talishadiganlar mavjud bo'lsa-mu, Allohga shukriki, yenilam ko'k o'g'anligi uchun buningda muvaffaqiyat qozonolmadi. Ma'arif jamiyati ishlagan ochqishliqdagi hijr tavoqdagi hilol rasmi bayroq chiqib qolmadi. Allohga shukr. Bu jihatda haqiqatan ta'limimiz keldi desak bo'ladi. Men bir qatam lider deb ulug'lanayotgan qarqusaqdan birisiga ma'rif jamiyati ishlatib kelayotgan davlat girbidagi chatoqni desam, bu dana lider, ha, o degan kichik ishlar debla qo'lini shiltib o'tkazib o'tgan edi. Mengo aslida uning qarqusaqligini bildim, ammo xalqimiz yuragini qo'yib oladi emasmi? Eng buyukimizda. Mana bu ne kadar talihsizligimizning belgisidir. Kechiring.
ana şunday okumagan qarqosaqlarni beşimizning ustida tutadigan ishlar. Dötlükimizden emas, ma kısmetimizmi aşındağılına beşimizge kıp koydu. Okumagan qarqosaq bolmay. Mana bu bir talihsizligimizning belgisi. Her kaçan mana şuningdek okumagan qarqosaqlar eng çoğumuz bolup qalishi özümizning şuningga loyiq ekanligimizning bir belgisidir. Dep o'ylab qalaman ba'zida. Qarindoshlar, bularning hammasi davlatchilik engi munosabatlik masalalar bo'lib, buningdan davlatchilik engimizning qanchalikligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Shunday bir sinaq qilib ko'ringlar. Bir Turkiya bayrog'i yastinglar. Hilalni o'zgartib, heliqidek hijr tovoq shaklidagi hilalni qo'yinglar. Ağzı uçuk, 2 kunlik ay. Bayrakçı bu nenin bayrağı dep soruşçukum. Eğer Türkiye'de yasatsanlar, o bayrakçı tonuğunu unumaydı o bayrakını. Bu nenin bayrağı dep soraydıganlığı çokum. Eğer Türkiye'nin desenler, aşı bayrakçılar edipinlerini görüdü. Başka o hükümet, o kanun yağı ketmey, aşı bayrakçının üzülle edipinlerini görüdü. Pul tapsam bulmadı mı demeydi aşı bayrakçı. Türkler bayrakka mana şunda ahmiyet yürüdü. Türkiye'de yaşap baqqanlar Türklerinin bayrakka bolgan sevdalıqını obdan bilidi. Şunu bu muşundaqlı bir bayrak yasalı dep yastıp elip koçuğa götürüp çıkanlar. Onu yasattanlı muvaffaqiyetlik deyli. Türkler çokum kızıqıp soraydı koçuda. Herkes bunu Türkiye'nin de kabul kılmaydı. Hiçbir Türk soraydı bu nenin bayrağı da. Türkiye'nin bayrağı dep cevap verip bakınlar. Abi hilal böyle olursa daha gerçekçi olur ya. Öyle sandık. Ne olacak ki gene de hilal dep duruvelanlar. Öyle olsa da böyle olsa da gene de hilal. Ne oluyor ki dep duruvelanlar. Edeplikrak ve çıraylık reddiye berişim mümkün. Edepsizraklara uçurap qalsanız burnunuz tüzülünüp gitidi. Emde sınaqdan keyin oylap görün. Siz Şarkı Türkistan'ın simvollarini ilgisi yok dep şundaq ani tepip atamsız. Hükümeti yok, kanunu yok, cazası yok dep şundaq bozak qılıp atamsız. Şundaq depsendi qılıp atamsız. Nime qılıp atqanlığınızı emdemi düşenmegen bolsanız sizni nime deyişimiz gerek? Bunun kelgüsüdükiler baha verirdi. Tarih baha verirdi. Eğer bu millet yenele mevcut bulup durduğun bolsa kelgüsüde siz kim bop kalsınız? Mening deydiganlarım mana şuna. Qarindoshlar. Davlatchilik enginin yeni bir misalini dep berey. Ba'zilaringlar bu angni ziyolilardan bo'lgan, bilimliklardan bo'lgan bir alayidlik deb o'ylab atgan bo'lishinglar mumkin. Davlatchilik enginin eng oddiy puhralardan qandaq aks etadiganligining bir misali. Bir yılı, belki 2000 yılı olsa gerek. Ben bir yolda kitap attım. Aldığımda 4-5 ayal kitap attı. Türkiye'de. Onların bazıları kırmımayı, bazıları otur yaşlık ayallar bulup, hemmisi uzun abayı giyişken, romalar atkan ayallarıydı. Ben mi seyirge çıkkan bolsam gerek, aldıraş işim bulmagan diken, lerzan çamdap kitap atkaçka, ayallar bilen okşaş arılık saklap devam kıldım. Bir mektep korosunun yeniden ütüp atkanda ayallar toktap kaldı. Şuna men yetişip geldim ve ütüp gittim. Ütüp bulup burulup karasam ayallar kollarını köksüge koyup hürmet tuturup diken. Şundunu dikkat kıldım ki aslida mektep korosuda balılar katada. Kanaydın istiklal marşı çalınıp atkan iken. Şu çağda bunu görüp iç-içimden bir jığı gelip özümni tutanmay kalganıdı. Bulup mu ayallarının yaşangan ve otur yaşlık ayallar oluşu şu halde mı dölep gemini çelinip atkanda kademini toktutup hürmetli duruşunu özünün bir milli burcu bilip atkanını beni acayip tesirlendirip etkenidir. Qarindoshlar, bu aşında bir mukaddes tuygu bu. Bu aşında mukaddes bir simbol bu. Ama biz şu
Biz döwlet tutup bakmaganlygymyz üçin perwaýymyz pelek. Emmaňla salametlik dileýme. Görüşkiç aman bolan.